5000 ga yaqin o'quvchilarga dars bergan IELTS 9 sohibi sifatida shuni tushunib yetdim. Deyarli hamma qiladigan top 10 ta xato bor. Shu xatolar tufayli o'rganish jarayonlari sekinlashadi va o'zlari xohlagan IELTS balliga olib boradigan yo'llari ham uzoqlashadi. Bu videoda o'sha 10 ta xato nimaligini ko'rib chiqamiz, qanday qilib ularga yechim borligi va top 1% ga qo'shish uchun nimalar qilishingiz kerakligi haqida gaplashamiz. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rmaydigan bo'lsangiz, o'sha xatolarni qilib, pulingizni, vaqtingizni va energiyangizni isrof qilib yuborishingiz mumkin. Agar videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, o'sha xatolardan qanday qilib chetlanish kerakligi va top 1% ga qanday qo'shilish kerakligini o'rganib olasiz. Bizda birinchi xato bu qayta-qayta IELTS praksislarini qilaverib, balim oshib qoladi deb o'ylash. Bu juda ham katta xato. Qayta-qayta praksis qilaverganingiz bilan bilimingiz oshib qolmaydi, chunki siz allaqachon bor bilimingizni sinayapsiz xolos. Bu xuddi hech qanaqa vazn orttirmasdan turib, qayta-qayta taroziga chiqishga o'xshaydi. Bu bilan oylar davomida ham hech narsa o'zgarmasligi mumkin. Siz bitta narsani tushunishingiz kerak. Praksislar, qaysi praksis bo'lishining ahamiyati yo'q. Sizni allaqachon bor bilimingizni sinaydi xolos. Siz IELTS ballingizni oshirish uchun ingliz tili bilimingizni oshirishingiz kerak va bunga videoda hali to'xtalib o'tamiz. Bizda ikkinchi xato bu manzilsiz yo'lga chiqish. Ya'ni ko'pchilik o'quvchilar IELTS dan 7, 7,5-8 ball olmoqchi, lekin nega aynan o'sha ballni olish kerakligini bilmaydi. Boshqalar olgani uchun o'zlari ham olish kerak degan majburiyat bor. Oldingi videoda aytganimdek, agar sizga mahalliy universitetlar uchun 5,5-6 ball kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ballni olishga harakat qiling va shu bilan boshqa fanlaringizni o'qing, hayotingizdagi boshqa maqsadlaringizga harakat qilganingiz yaxshi. Lekin sizga xalqaro universitetlarda grant yutish kerak bo'ladigan bo'lsa, eng kamida 6,5 kerak bo'ladi. 6,5, 7, 7,5 va nari borsa 8. Agar siz o'zingizga to'g'ri maqsad qo'ymaydigan bo'lsangiz, maqsadsiz yo'lga chiqadigan bo'lsangiz, oxiri ko'rinmaydi va oylab kerak bo'lsa yillab vaqtingizni, energiyangizni va pullaringizni isrof qilib yuborishingiz mumkin. Bizda uchinchi xato bu ustozga bog'lanib qolish. To'g'ri, ustoz sizga eng katta yordamni beradi, lekin ustozdan olayotgan maslahatlaringizni siz kompas sifatida ishlatishingiz kerak. Kompas ham sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turadi, lekin o'sha joyga borish o'zingizning vazifangiz. Ya'ni odatda o'quvchilar offline darslarga boradiganlar, ayniqsa haftada 3 marta boradiganlar, faqatgina o'sha darslargagina cheklanib qoladi xolos. Bir haftada 168 soat bor bo'lsa, bir haftada 2 soatlik darslardan 3 marta olsa ham, atiga 6 soat ingliz tili bilan shug'ullanadi xolos. Boshqa payt umuman tashlab qo'yadi va ustoziga suyanib qoladi. Bu ham eng katta xatolardan biri. Aslida siz ingliz tili muhitini darsdan tashqari ham yaratib olishingiz kerak. Uyda, metroda, avtobusda, kutubxonada, maktabda, universitetda qachon vaqt bo'lishi bilan siz inglizcha nimadir qilishingiz kerak. U artikl o'qish bo'lishi mumkin, qanaqadir foydali podkast ko'rish bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham siz ingliz tilining ichida yashashga harakat qilishingiz kerak. Va faqatgina o'sha offline yoki onlayn kursingizni o'zigagina cheklanib qoladigan bo'lsangiz, katta progress kutish qiyin. Bizda to'rtinchi katta muammo bu so'z yodlamaslik. IELTS bilamiz, bu so'z testi. Siz listeningda tushuna olishingiz uchun, readingda tarjima qila olishingiz uchun, writingda yoza olishingiz uchun va speakingda gapira olishingiz uchun hammasi uchun sizga so'z kerak bo'ladi. Ko'pchilik ko'radigan muammoim so'z yodlamaydi-da yoki so'z yangi so'z ko'radigan bo'lsa asabiylashadi, "Voy, men bilmaydigan so'zim chiqib qoldi yana" deydi, yodlamaydi va yana o'sha lug'atda muammoim bor deb shikoyat qilib yuraveradi. Bu ham eng katta muammolardan biri. Ana endi yechim sifatida aytadigan narsam, siz so'z o'rganishdan maza qiling. Agar siz yangi so'z ko'rganingizda siqiladigan bo'lsangiz, siz IELTS dan katta ball olish imkoniyatlaringizni cheklab qo'yapsiz. Har safar yangi so'z ko'rgan paytingizda iloji boricha yodlab keting va agar esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, gaplar tuzishni odat qiling. Siz yangi so'z ko'rdingizmi, faqatgina o'zbekchasini o'rganib qo'yish bo'lmasin, o'sha paytning o'zida har xil kontekstlarda hech qanaqa bosimsiz gaplar tuzib ko'ring va albatta bizda qaytarish bilimni onasi deyiladi. Ya'ni bu degani siz har kunlik, har haftalik va har oylik qaytarib turishga ham yo'lga qo'ying. O'quvchilarda ko'radigan holatim bir marta yodlab qo'yadi, bo'ldi shu bilan men umrbod esimda qoladi deb o'ylaydi. Lekin bu narsa ham noto'g'ri tushuncha. Agar siz so'z yodlashda qiynaladigan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Xudo xohlasa, keyingi oladigan videolarimiz aynan shu mavzuda bo'ladi. Bizda 5-xato. Miflarga ishonish. O'zi mif degani bu ko'pchilik ishonadigan afsona narsa, ya'ni to'qima narsa. Kimdir o'ylab topgan, aslida unga isbot yo'q. Eng katta miflardan biri IELTS o'quvchilari ishonadigan bu IDP yaxshimi yoki British Council yaxshimi yoki qaysidir birini yaxshi deb ko'rsatish. Aslida ikkovi test sentrlari xolos. Ya'ni ularga testni ham, ekzamenerni ham, baholashni ham, sertifikatni ham Cambridge University Assessment tashkiloti beradi. Agar siz IDP yaxshi yoki British Council yaxshi deb yuradigan bo'lsangiz, shunchaki vaqtingizni isrof qilyapsiz xolos. Aslida ular test sentrlaridan boshqa narsa emas. Navbatdagi mifimiz bu Zoom yaxshi yoki face to face yaxshi. Speaking testini olayotgan paytda o'quvchilarda duch keladigan muammo qaysi birini tanlash. Qaysi birini tanlasam yaxshi bo'ladi? Zoom topshiraymi yoki yuzma-yuz face to face topshiraymi? Aslida bu yerda ham hech qanaqa farqi yo'q. Vaqtingizni isrof qilmang, energiyangizni isrof qilmang.
balki siz o'sha speakingda tayyorgarlik holatiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, sizga keyin Zoomda bo'ladimi, face to face'da bo'ladimi, qizig'i qolmaydi. Undan tashqari bizda speakingda uchrab turadigan miflardan biri bu o'sha Indian examinerlari, ya'ni Hindistonlik examinerlarni past qo'yadi deb o'ylash. Bu ham juda ko'pchilik ishonadigan fikr va juda ko'pchilikning orasida qo'rquvlarga olib kelgan fikr. Meni o'ylashimcha bu narsa noo'rin, chunki ekzamenerni millatdan qat'iy nazar, davlatdan qat'iy nazar siz gapirgan balingizga qarab baho olasiz. Shuning uchun ham siz ekzaminerlarni ayblashning o'rniga yoki test sentrlaridan ayb topishning o'rniga yoki face to face topshirsam yaxshimi, Zoom topshirsam yaxshimi deb o'ylanib yurish o'rniga siz bor e'tiboringizni tayyorgarlikka qaratadigan bo'lsangiz, ustasiga farqi yo'q. Undan tashqari, CDIELTS qiyin bo'ladi, murakkab bo'ladi, qiynalaman degan fikrlar ham ko'pchilikni orasida tarqagan miflardan biri. Aslida olganda CDIELTS ham oldin paper based test qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa. Bitta o'zgarish bo'lishi mumkin, testni siz kompyuterda topshirasiz va boshqa o'zgarish yo'q. CDIELTS ning afzal taraflaridan biri bu retake qilish imkoniyati, ya'ni bitta section o'xshamay qolsa, siz pul to'lab yana boshqatdan o'sha sectionni qaytadan topshirsiz bo'ladi. Va yana miflardan oxirgisi bu CDIELTS da oxirida listingda 2 minut vaqt beradi javoblarni ko'chirishga ulgurmayman deb o'ylash. Bu 2 minut vaqt aslida javoblaringizni answer sheetga ko'chirish uchun emas, balki allaqachon yozib bo'lgan javoblaringizni edit qilmoqchi bo'lsangiz, o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ishlatasiz bo'ladigan vaqt. Agar hech narsani o'zgartirish kerak bo'lmasa, tek qo'yaverasiz. O'zim ham oxirgi 6 imtihonimni CDIELTS da topshirdim va menda bunaqa muammolar bo'lgani yo'q. Shuning uchun ko'nglingizni xotirjam qiling va o'sha boshqalar ishonib yuradigan noto'g'ri narsalarga ishonishni to'xtating. Va eng muhimi bu yerda sizning general Englishingiz. Ya'ni sizning ingliz tiliga fundamentingiz. Agar sizda general English yaxshi bo'ladigan bo'lsa, testning formati ham, qaysi test sentrda topshirishingiz ham, ekzaminerning millati ham qiziq bo'lmay qoladi. Va biz 6-chi eng katta xatoga yetib keldik. Bu ham bo'lsa ko'p maslahat so'rab amal qilmaslik. O'quvchilarda kuzatadigan holatim, hammadan maslahat so'rashadi. Maslahat so'rashda muammo yo'q. So'ragan aybi yo'q degan maqol bor bizda. Lekin agar siz maslahatni olib turib amal qilmaydigan bo'lsangiz, unda maslahat olmaslik bilan bir xil. Ko'pchilik o'quvchilar har xil ustozlardan maslahat so'raydi, tanishlardan maslahat so'raydi, lekin hech qaysi biriga bir marta ham amal qilmaydi. Va bu bilan siz hech qanaqasiga o'z xohlagan ballni ola olmaysiz. Agar siz kimnidir vaqtini olib, energiyasini olib maslahat so'rar ekansiz, eng katta qiladigan ishingiz bu ularning maslahatlariga amal qilish bo'ladi. Demak, aytganimdek, hammadan maslahat so'rab bir marta amal qilmaslik, maslahat so'ramaslik bilan bir xil. Demak, yomon maslahat yo'q, yomon amal qiluvchi bo'lish mumkin ekan. Va albatta maslahat olgandan keyin maslahat beruvchini vaqtini hurmat qilgan holatda ular bergan nasihatlarga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Balki o'zingizda ham bo'lgandir, hammadan maslahat olasiz yoki materiallarni to'playsiz, kitoblarni, darslarni to'playsizda, saqlangan xabarlarga tashlab qo'yasiz, qayta ko'rilmaydi. Bu ham xuddi maslahat olib amal qilmaslik bilan bir xil. Shuning uchun siz qachonki kimdandir maslahat olsangiz yoki o'sha darslarni, saqlangan xabarlarga tashlaysizmi yoki kitoblarni, materiallarini ochib ko'ring, o'rganing va shundagina nimadir o'zgarish bo'ladi. Xo'p, bizda navbatdagi xato, bu eng og'riqli nuqtalardan biri. Biz 7-xatoga yetib keldik. Kursdan kursga sakrab yurish. Hozir o'quvchilarda juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Offline o'qiyman desa ham, online o'qiyman desa ham kurslar to'lib yotibdi. Va bu narsa xuddiki foydalidek tuyuladi, lekin aslida o'quvchilarni kursdan kursga sakrab yurishiga olib kelyapti. O'quvchilar qaysidir o'quv markaziga boradi, bitta level o'qiydi va level testdan yiqiladi va boshqa o'quv markaziga boradi, men o'sha levelni tugatganman deb yangi o'zini leveldan ham balandroq darajaga qo'shilib oladi. Shunday qilib o'zini va ota-onasini aldashda davom etadi. Online kurslarda ham xuddi shunaqa holatlar kuzatiladi. Online kurslarni ham sotib oladi, 2 kun jonli darslarga qatnashadi, shu bilan bo'ldi. Jonli darslarga ham qatnashish yo'q, rekord darslarni ham ko'rmaydi. Undan keyin vaqtini isrof qilib yuravergandan keyin yangi kurs ochilsa, shu kursga yana qo'shilib oladi va xuddi shu jarayonni yana boshqatdan qaytaradi. Shuning natijasida oylab, kerak bo'lsa yillab vaqtini hech narsa o'rganmasdan, balo oshmasdan o'tkazib yuboradi. Va bu savolni o'zidan so'rab ko'ring. Nechta kursga qatnashdingiz va oxirigacha o'qimadingiz? Agar ko'radigan bo'lsangiz, ko'pchilikda eng kamida 3 ta 4 ta kurs bor, qo'shilib qo'ygan, lekin hech qachon o'qimagan. Va buni oldini olish uchun albatta kursga qo'shilgandan keyin bitta kursni oxirigacha tugatish kerak. Bizda maqol bor, daraxt bir joyda ko'karadi degan. Agar siz ham offline da kursdan kursga sakrab yurgan bo'lsangiz va online kursni ham olib qo'yib oxirigacha o'qimayotgan bo'lsangiz, bilingki siz shunchaki vaqtingizni isrof qilyapsiz va kursga qo'shilib qo'yish bilan bilimingiz oshib qolmaydi agar siz oxirigacha o'qimaydigan bo'lsangiz. Biz hash-pash deguncha 8-chi eng katta xatoga yetib keldik. Bu ham bo'lsa til o'rganishga zararli odatlar bilan mashg'ul bo'lish. Agarda siz bo'sh vaqtingizda ingliz tilingizni yaxshilash o'rniga qisqa formatli kontentlar, o'sha YouTube'da Shorts, Instagramda Reels va TikTok ko'rib yurgan bo'lsangiz, siz o'z xohlagan balldan shunchaki uzoqlashyapsiz. Chunki siz agar har doim Reels, Shorts ko'rib yuradigan bo'lsangiz, qimmatli vaqtingizni isrof qilyapsiz. Ikkinchi eng muhim narsa yo'qotilayotgan bu yerda sizning fokusingiz, ya'ni e'tiboringiz.
Chunki bilamiz, IELTS ga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda, ayniqsa listening va reading uchun sizga attention span yaxshiroq bo'lishi kerak. Ya'ni e'tibor, bitta narsaga e'tibor qarata olishingiz yaxshi bo'lishi kerak. YouTube'da shorts, Instagramda Reels ko'rib yuradigan bo'lsangiz va bunga soatlab vaqtingiz ketayotgan bo'lsa, siz qimmatli vaqtingizni va fokusingizni shu narsalarga berib qo'yapsiz. Bizda 9-xato bu boshqalarni ayblash. Ya'ni tepada aytilgan xatolarni o'quvchilar qilib yuraveradi, o'zlari xohlagan ballni ola olmagandan keyin o'zidan boshqa hammani ayblaydi. Test centerni ayblash, examinerni ayblash yoki testni o'zini ayblash holatlari ko'p kuzatiladi. Bu narsa ham o'zlari xohlagan ballni ola olmagan o'quvchilarda ko'p kuzatiladi, chunki hech kim hamma o'zim aybdor edim degan mas'uliyatni olmaydi. Va boshqalarni ayblash bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Siz o'sha ballni olib bo'ldingiz, hammasiga katta ehtimol o'zingiz aybdor edingiz, chunki tepada qilingan xatolar sizda ham kuzatilgan bo'lishi mumkin. Va endi haqiqatni tan olib, u yog'iga keyingi safar IELTS topshirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni ayblab va o'zingizni mas'uliyatli qilib ko'radigan bo'lsangiz, ana endi o'z xohlagan ballni olish imkoniyati kattaroq bo'ladi. Va bizda oxirgi xato muhitning noto'g'ri bo'lishi. IELTS bu ingliz tili testi. IELTS oladigan ballingiz doim ingliz tili bilimingizga bog'liq bo'ladi. Va boya aytganimdek, agar siz offlaynda bir haftada 3 martalik darslarga cheklanib qoladigan bo'lsangiz yoki onlaynda ham faqatgina o'sha darslarning o'ziga cheklanib qoladigan bo'lsangiz va boshqa payt ingliz tili sizga begona bo'ladigan bo'lsa, siz sezilarli progress qilishingiz qiyinlashadi va o'z xohlagan balldan uzoqlashib boraverasiz. Va albatta siz vaqtingizni ingliz tili va IELTSni jiddiy oladiganlar bilan ko'proq sarflashingiz kerak. Agar sizda shunaqa sinfdoshlar yoki guruhdoshlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol shular bilan vaqtingizni ajrating. Bir-biringizni support qilasiz, xatolaringizdan o'rganasiz va tajriba almashasiz. Bu ham albatta sizda IELTS ga bo'lgan munosabatingizni va qanchalik jiddiy olishingizni belgilab beradi. Va endi va'da qilingandek top 1% o'quvchiga aylanish uchun nima qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Siz yuqorida aytilgan xatolardan qochishingiz bu albatta sizni navbatdagi 99% dan ajratib turadigan faktorlardan biri. Undan tashqari siz ingliz tilini fan sifatida emas, balki til sifatida ko'ring, xatolarda o'rganishdan maza qiling va shunda jarayondan ham maza qilish osonlashadi. IELTS olsam bo'ldi, ingliz tilini to'xtatib qo'yaman degan fikrni ham yoddan chiqaring. Va shundagina siz IELTS ga tayyorgarlik ko'rayotgan paytingizda kamroq qiyinchiliklarga duch kelasiz, xatolarda o'rganishingiz ham osonroq bo'ladi. Va kim bilsin, agar siz IELTS dan o'z xohlagan ballni olganingizdan keyin ham o'z kutmagan joylardan imkoniyat eshiklari ochilib qolishi ham mumkin. O'zimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. IELTS dan 7,5 olgandan keyin teachingga kirib kelganman. Va ingliz tilim yaxshilangan sari o'zim xohlagan imkoniyatlarim ochilib boravergan. IELTS dan yuqoriroq ball olishni boshlaganman va O'zbekistondagi top o'quv markazlarida ham ishlashga ulgurdim. Va IELTS 9 olgandan keyin hayotim qanchalik o'zgarganligi haqida alohida video ham tayyorlaganmiz. U videoni siz kanalimdan topsiz bo'ladi. Agar siz ham shu 10 ta xatodan chetlanadigan bo'lsangiz, til o'rganish jarayoningiz osonlashadi va o'z xohlagan ballga tezroq yetib borasiz. Yana sizda qanaqa muammolar bor, izohlarda yozib qoldiring. Xudo xohlasa, keyingi videolarimiz aynan sizning muammolaringiz haqida bo'ladi. Va video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Xudo xohlasa, keyingi videolarda ko'rishguncha.